Assalomu alaykum, qadrli dindoshlarim. Modomiki asr namozini o'rganishni niyat qilibsiz, Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Niyatlaringiz xayrli bo'lsin. Bugun sizlar bilan asr namozi qanday o'qilishini o'rganamiz, inshaalloh. Asr namozi 4 rakat farzdan iborat. Asr namozining 4 rakat farzi peshin namozining 4 rakat farzi kabi o'qiladi. Namoz boshlashdan avval quyidagicha niyat qilinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Asr namozining 4 rakat farzini qiblam bo'lmish muqaddas Ka'ba tarafga yuzlanib, xolis Alloh taolo uchun o'z vaqtida o'qimoqlikni niyat qildim. Allohu akbar deb qo'llarini yelga barobar ko'taradilar. Bu holat takbir deb ataladi. O'ng qo'lni chap qo'l ustida tutib, ko'krak ustiga qo'yadilar. Bu holat qiyom deb ataladi. Sajda qilinadigan joyga qarab sano duosi o'qiladi. Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'oyruk. Har rakatda birinchi bo'lib Fotiha surasi o'qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Fotiha surasidan keyin o'qiladigan sura Zam sura deyiladi. Siz bunda xohlagan kichik bir sura, masalan, Kavsar surasini o'qishingiz mumkin. Inna a'toynakal kavsar fasolli li robbika wanhar inna sha'niyaka huval abtar. Zam sura o'qilgandan keyin Allohu akbar deb biroz egiladilar. Tizzalarini biroz bukib, barmoqlarini jamlab, tizzalarini tutadilar. Bu holat ruku deb ataladi. Ruku holatida turganda 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytiladi. Rukudan Samiyallohu liman hamidah deb qad ko'tariladi. Qad ko'tarilish holati qavma deb ataladi. Qavma holatida turganda Robbana lakal hamd deb aytiladi. Allohu akbar deb avvalo tizza, keyin qo'llar, so'ng peshona va burun yerga tekkizilib sajda qilinadi va 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tarib, tiz cho'kkan holda oyoqlarini o'ng tomondan chiqarib biroz o'tiriladi. Bu holat jalsa deb ataladi. Allohu akbar deb ikkinchi marotaba sajdaga boriladi va 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi va Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tariladi. Shu bilan birinchi rakat tugab, ikkinchi rakatga turiladi. Qiyom holatida Fotiha surasi o'qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fotiha surasidan keyin Zam sura, masalan, Ixlos surasini o'qishlari mumkin. Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Allohu akbar deb ruku qilinadi. Rukuda 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytiladi. Samiyallohu liman hamidah deb qad ko'tariladi. Tik turgan holatda Robbana lakal hamd deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdaga boriladi. Sajdada 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tarib biroz jalsa holatida o'tiriladi va Allohu akbar deb 2-chi marotaba sajda qilinadi. Sajdada Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb 3 marta aytiladi. Va Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tarib tiz cho'kib o'tiriladi. Bunda qo'llar son ustida, barmoqlar tizza bilan teng, oyoqlar esa o'ng tarafdan chiqarilgan holatda o'tiradilar. Bu holat qa'da deb ataladi. Qa'da holatida at-tahiyyat duosini quyidagicha o'qiydilar. At-tahiyyatu lillahi was-salawati wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ala ibadillahis solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Allohu akbar deb va 3-chi rakatga turadilar. Qiyom holatida Fotiha surasi o'qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allohu akbar deb ruku qilinadi. Rukuda 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytadilar. Samiyallohu liman hamidah deb qad ko'tariladi. Tik turgan holatda Robbana lakal hamd deb aytiladi. Allohu akbar deb sajda qilinadi. Sajdada 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tariladi va jalsa holatida biroz o'tirib Allohu akbar deb 2-chi marotaba sajda qilinadi va 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tariladi va 4-chi rakatga turiladi. Qiyom holatida Fotiha surasi o'qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allohu akbar deb ruku qilinadi. Rukuda 3 marta Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim, Subhana robbiyal azim deb aytadilar. Samiyallohu liman hamidah deb qad ko'tariladi. Tik turgan holatda Robbana lakal hamd deb aytiladi. Allohu akbar deb sajda qilinadi. Sajdada 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tariladi va jalsa holatida biroz o'tirib Allohu akbar deb 2-chi marotaba sajda qilinadi va 3 marta Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la, Subhana robbiyal a'la deb aytiladi. Allohu akbar deb sajdadan bosh ko'tarib qa'da holatida o'tiriladi. Qa'da holatida o'tirilganda at-tahiyat duosi o'qiladi. At-tahiyatu lillahi was-salawati wat-tayyibat. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alayna va ala ibadillahi s-solihin. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Uning ketidan salovat o'qiladi. Allohumma solli ala Muhammadi va ala ali Muhammad kama sollayta ala Ibrohima va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala Muhammadi va ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrohima va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Uning ketidan Robbana duosi o'qiladi. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. So'ng avval o'ng yelkaga, keyin chap yelkaga qarab salom beriladi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Shuning bilan asr namozining 4 rakat farzi ham ado etilgan bo'ladi. Inshaalloh. Namoz o'qish davomida yuzaga kelgan savol, fikr va mulohazalaringizni izoh qilib qoldirishingiz mumkin. Albatta, qo'limizdan kelgancha, ilmimiz yetgancha javob berishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Xayr, salomat bo'ling.